Nima savollaringiz bor menga? Ozishimiz kerak. 30 kilo, 40 kilo ozing opa, ozing. Hech kim ko'rmasin, otib yuboring. Ha, ozish kerak. Hozir bitta opamizning videosini qo'yganmiz. Kelishda bugun Anodan keldi. Anjonlik opa. Qarang, bitta narsani sizlarga hozir aytaman. Birinchi navbatda odamning ruhiyati tirilishi kerak. Ruhiyat. Ruhiyat nimadan tiriladi? Birinchi odamlarni kechirishdan. Kechiring. Kechirishning eng oson yo'li odamlar kechirmayman deydi. Nimaga, qanday kechiray deydi. Kechira olmayman. Ishoning, shu gapni aytganingiz sayin tanangiz qotadi hozir. Kechirmayman. Eringizni kechirmasangiz bu jenskiy emas, qotadi. Tuxumdan, bachodan, ko'krak qotadi hammasi. Yoki bo'lmasa erkaklar qahr g'azab saqlashangiz qotadi hammasi. Undan keyin agarda qahr g'azab saqlasangiz bu o't qopini jigar qotadi keyin. Borib odamlar bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmasa, ishoning teri ketadi hammasi. Har bitta narsa odamning fikriga qarab ishlaydi. Chunki mana bu programma. Nima programma joylashtirsangiz shunday ishlab ketadi. Bu nima degani? Masalan, shuni hozir ovqat yeyapsiz, bugun obedlik qildilaringiz. Qildikmi? Ha, qildik. Qalashing. Shuni obed yegandan keyin organizmga shunday ovqat kiradida, shunday kirib, mana 5 ta yo'l turibdi deydi. Bittasi qahr g'azab, nafrat, alam, yo'da xursandchilik, maza qilib yashash. Siz qaysi yo'lda turgan bo'lsangiz, shu tomonga qarab ovqat ketib qoladi hozir. Agarda xo'jayin ko'rsataman deb turgan bo'lsangiz, ishoning shu tomonga qarab ketib qoladi ovqat. Ana endi shu tomonga shunday boradida, sizni kasal qiladigan dori ishlab chiqarib beradi sizga. Yegan ovqatingiz kasal bo'lib chiqadi. Agarda siz "Vau, mazzazor xo'jayin, baxtli yashaymiz" desangiz, shunday bu tomonga qarab yuradi hozir. Shu odam shuning uchun doim xursand bo'lib turish kerak. Nimagaki, Alloh taolo bergan hayotdan shukr qilsa, Alloh taolo bergan ne'matga shukr qilsa, ishoning, ozgina bir og'iz ovqat yesangiz tanangiz ishlab ketib qolaveradi. O'sha opadan shu narsani ko'rdimki, u opani doktorlar bari kesamiz, bir narsa qilib teshamiz, ya'ni terlargacha o'zgarib ketgan ekan. Uy, 60 yoshda sapsillaqa yosharsa bo'lar ekan. O shunda ko'rdim mana. Chunki oldin ham ko'rganman, 74 yoshni, 72 yosh xolamizni shunaqa ozganini ko'rganman. Shunaqa super bo'ladi. Bu degani tana har doim nima qiladi? Yosharadi, yengillashadi, qayta o'zini tiklaydi. Faqatgina siz o'zingizga o'zingiz yoqsangiz bo'ldi. Siz bugun qanaqa bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Ko'zingiz qanaqa, qo'lingiz qanaqa, oyog'ingiz qanaqa, kallangiz qanaqa, farq yo'q. Xo'jayin qanaqa, shuni yaxshi ko'rishingiz kerak. Alloh taolo bergan hayotga rozi bo'lish shu bo'ladi boshiga. Shunday rozi bo'lasiz, bo'ldi, keyin boshlanadi hayot. Agarda siz nobida o'zingiz yoqmay turgan bo'lsangiz, doktor hech narsa qilib bermaydi. Cheshda, nega? Siz o'zingizga yoqmay turgan vaqtda tanangiz sizga teskari dori ishlab chiqarib beradi. Doim ichingizda doktor sizni mazangizni qochiradigan dori ishlab beraveradi. Yoki bo'lmasa borgan sayin o'zing shunday bir kasallik bo'ladiki, uchini topolmaysiz. Nega shunaqasiz? Nega shunday kasalsiz? Topolmay qiynalasiz. Qancha pachka dori bermay, chunki men ko'ryapman, qalqonsimon zo'bi bor, sahri bor, davleniyasi bor, insulti, infarkt olgan odamlar birinchi o'ziga yoqmaydi. Mana shu qurib ketsin oyog'im deydi. Qarang, niyatga qarang. Qurib ketsin deganda quriydi-da oyog'i. To'g'rimi? Ertak aytar, yana quriyapti oyog'im, yemirilayotgan ekan deydi. O'zi aytgan shu gapni. Yana aytadi, nima deydi ana? Mana oshqozon deydi, ovqat yesa umuman qabul qilmaydi. Qarang, niyatga. Umuman qabul qilma deb gapiryapti. Borgan sayin shunaqa bo'laveradi. Buni doktorlar, mana doktor ko'rsa 1 soat ko'radi, 1 soatdan keyin yoningizdan ketadi. 24 soat siz kim bilansiz? O'zingiz bilansiz-ku. O'zingizni o'zingiz yaxshi ko'rmasangiz, sevmasangiz, o'zingizni boshqarmasangiz, hech kim hech narsa qilib bermaydi sizga. Shuning uchun biz aytganmiz, ichingizda doktor bor. Uni o'zingiz boshqaring. Nima qilsangiz shuni qiling. 62 yoshli bitta qozoqcha bir opani ko'rdim. U opa shunday qilar ekanki, sizlar ham qilishlaringiz kerak. Har kuni kechqurunga yarim soat vaqt ajratar ekan. Yarim soat vaqt ajratib, mana boshini silagan picha. Rahmat. Quloqim bor, ko'zim bor, qoshim bor, sochim bor. Kallangizda bironta tukingiz bo'lmasa, sochim bor deb qo'yavering. Kelishdiga, hech qisi yo'q. Ana undaki bu qo'l borligiga shukr qilish kerak. Nega? Har gal silagan vaqtingizda 2 minut silasangiz, qon yuradi. Yelkasini ko'tarilmay yotgan odamlar keladi bizga. Mana uni silang, o'zgaradi. Buyurni o'zgartiring, o'zgaradi. Har bitta organ, qaysi organingiz mazzasi yaxshi bo'lmasa, shu organingizga mehr bering. Yoshgina bolachani boshini shunday silib bir ikkita yaxshi gap gapirsangiz, zirillab chopib ketib qoladi. Nega? U odam energiya oladi. Shu xuddi shunaqa tanangiz ham shunaqa. Ko'pchilik odam ichim qotib yotdi deydi. Odamlarning gapi sizga ahamiyatsiz bo'lishi kerak. Nega bunaqa deyapman? O'zingiz yaxshi gapni gapira olmasangiz, birov sizga shu gapni gapirmaydi.
deydi. Mana zamanda. Shu gapirmaydi, gapiring. Ha, yashang, ayting. Yoqaman o'zimga deng. Ana, uni ichingizdan chiqarish kerak. Shunaqa gapirishingiz kerakki, mazza qilish kerak tana. Ana shunda ishlab ketib qoladi tana. Unga keyin dori kerak emas. Shunda o'zi dori. Shu desin. Zo'rmi? Ha, siz to'ppa-to'g'ri deng. Kimga ayting to'ppa-to'g'ri deng. Sizga to'ppa-to'g'ri. Hammangiz to'ppa-to'g'ri deng. Nega? Hech kimga qarshilik qilib yotmang. Chunki o'zining kallasini u gapiryapti. Kelishdi? Mana xolamning hozir kallasi o'ziniki to'ppa-to'g'ri xolajon. Siz shunaqa deysiz. Hech kimga qarshilik qilib yotmang. Qarshilik qilsangiz qiynalib ketib qolasiz. Hozir men sizlarga hammangizni shoshmangizlar, noto'g'ri desam o'zim qiynalaman. To'ppa-to'g'ri sizlarniki. Sizniki ham to'g'ri, sizniki ham to'g'ri deyish kerak. Nega? 70 yoshli bir xolamizni men doim aytishga harakat qilaman. Toshkentdan borgan bizga, o'zi 70 yosh. Necha yosh desa 26 yoshdaman deydi. Men seni sevaman deydi. Orga shoshma xola. Hey, 20. Ya shuni ayting. Shu gapni gapiradi-ku, xolang harakati ham shunaqada. Yurishidan, turishidan, gaplari hammasi shunday. Uni chin dilda o'zi ishonish kerak. O'zi jinnicha ishonib olish kerak. U 26 yoshli, 18 yoshligingizga. Ana bizdagilar nima qiladi? Qayerga borasan deydi. O'zini qarasiz. Ana, yoshding. Yoshman deng. Yoshman. Ana shuni agarda siz miyani ishontira olsangiz, mana Yaponiyaga borib kelganimizda ulardan 90-80 yoshli odamlar o'lolmayotgan ekan. Nega ketmas ekanda? Davlat eng katta muammosi ularning yoshi kattaligida ekan. Nimaga desa, yoshlar kamroq tug'ilib, ular yoshi kattalar ketmayotgan ekan. Bizda bo'lsa yoshi kattalar ketib boryapti. Bobo duo qiladigan odamlar yo'q bo'lib qolyapti. Nega? Odamlarimiz noto'g'ri ovqat yeb o'tadi. Agar biz shu narsalarni qila oladigan bo'lsak, 70 da ham, 60 da ham, 90 da ham zo'r yursak bo'ladi. Nima kasallik bo'lmasa hammasi ketadi. U kasallik emas. Hayotingizda olgan zo'rg'ishlar. Oyog'ingiz og'riyaptimi? Ketadi, xavotirlamang. Belingiz qotyapti, ulam ketadi. Davleniya chiqyapti, ulam ketadi. Bular hammasi sizga signal. Sizga masalan oyog'ingiz og'riyotgan bo'lsa, xola to'xtang, ko'p yurayapsiz. Nega oyog'ingizga qon yurmayapti deyotgan bo'ladi. Oyog'ingizda qon yurmasinin sababi bizda jigar tozalab beramiz, o'tingizni tozalab beramiz, ovqatingizni to'g'rilab beramiz. Undan keyin jigar o'tishini toza bo'lgan oyoqqa qon keladi, shunday yurib ketib qolasiz. Farqi yo'q, davleniya chiqyaptimi ketadi. Oyoqmi, belmi ketadi. Hammasi boshmi o'zgaradi. Faqatgina odam shu programmaga o'zini moslashtirsa bo'ldi. Qaytib deb gapirmang hech qachon. Qaytib tuzalaman, ayting. Uni o'zingiz bilasiz. Uni tana o'zi ishlatadi. Eng kuchli sistema ichkarida turibdi. Faqat uni siz ishlatishingiz kerak. Faqat uni yordam berishingiz kerak. Uni siz to'siq qo'ymang. To'siq eshitgan gaplardan qo'yiladi. Birinchi atrofda bobolar gapirgan, momalar gapirgan, qo'shni gapirgan qonundan keladi. Buni 60 yoshda ketib qolibdi, buni 70 yoshda ketib qolibdi desa, yo'q, men 18 yoshman, hali yana qanchada vaqtim bor deb aytavering. Qarashda, ana undan keyin tana shunga qarab ishlayveradi. Har doim, har holatda, har bir vaziyatda odamlarning gapini ko'tarib yurmang. Qarashda, ha? Tafting qolib ketsin. Yo'q, kechagi hozirgi gapni tashib keting. Kelishdi? Ha, shunday undan qoqasiz, men ketdim deysiz. Ketdim. Ana shunday. U odamlarning ha bilasizmi? U kechaga nima dedingiz deb yotmang. Kelishdi? Ay, demang shuni. Siz shu payt unutib olgan bo'lishingiz kerak. Kelishdi? Ha, shu ana unutding. Shu yerdan turayotgan paytda kimdan xursand bo'lsangiz shuni olib qoling. Tana shuni o'rganadi keyin. 1 oy, 2 oy shuni qiling, faqat yaxshilik topib qolasiz keyin. Dunyoni o'zi vaqtincha Shu yashang. Mana daraxtga qarang. Mana qarang. o'zgan narsaga qarash kerak. Ha, yaxshilikka qarang. Ertan bilan bir-biringizni quchoqlang bo'lmasamga. Yashashgan. Yaqinda ketamiz deng. Ana shuni o'zgaradi. Xronskiy kaliti bor odam asabi chatoqroq bo'ladi-da. Birinchi o'sha asabdan keyingisi o't qopini yo'g'inchak bo'layotgan bo'ladi. Kimdan xafasiz xola? To'g'risini ayting. Kimdan xafasiz? Yo'q, kimdan xafasiz? Xo'jayin qayerda? Yashang. Kimdan xafasiz? Hayotingizni ko'rib chiqing, hayotingizni. Ha, umringizda kimdan xafa bo'lib ichingizni yutdingiz? Ayta olmadingiz shu gapni. Xo'jayinga ayta olmadingizmi? Xo'jayin vafot etgandan keyin yoningizga ayta olmadingizmi? Ana shu. Yo'q, bo'ladi emas. Shuni bo'lmasligiga yo'l qilish kerak. Endi nima qilasiz? Siz qaytasiz shu dunyoga, orqaga qaytasiz. Shuni eslaysiz. Ha, nima bo'ldi shu kuni? Shuni birov keldi, sizga ham bunaqasiz dedi, bunday gap gapirdi. Shuni siz qattiq olvardingiz. Ha? Endi shuni kechirishingiz kerak. O'sha paytda qolib ketgan narsangizni kechirasiz. Bu ishlab ketadi. Hech yo'g'oncha kaliti bor odamlarda axlat chiqmay qiynaydi-da. Axlat chiqmaganiga u tanaga butun tanaga tarqab tashlaydi.
man bir narsaga xursand bo'lyapman avvalambor. Alhamdulillah. Men bugun seni ko'rgani keldim. Ha. Ha. Sizni ko'ray. Qarangki, Alloh bir-birimizni uchrashdi. Mana bu gaplashaman lekin. Yashang. Men ham sizni gaplashtiribman-ku ana. Ha, biz Alloh taolo bergan tanani qanday ishlatishni tushuntiryapmiz. Hammangizning tanangiz bor. Faqat uni ishlatish o'zingizda. Faqatgina bitta narsa qilish kerak. Men shuni kechirdim deb turish kerak emas. Tanangizda shikoyat bormi? Demak, sizga tanangiz signal beryapti hali. Kasallikmi, biron bir belgi beryaptimiz, shu tanangiz ustida turibdi shu. Demak, nima qilishimiz kerak? Yana kechiravering, yana kechiravering. Bittalab ko'zingizni kechiring. Ko'zingizda nima bor? Bir yomon narsani ko'rgan paytda siz siqilishingiz kerak emas. Wow, maza deyishingiz kerak. Har narsada maza qilishingiz kerak. Ko'zingiz qancha biron bitta narsani ko'rganda siqilsangiz, zreniyangiz ketaveradi. Har bitta narsani toping. Nabirangizni ko'rganda asabiylashasizmi? Qo'qib yotgan joyni ko'rganda, "Wow, qara qanday zo'r turibdi" deyvering. Eshitdingmi? Hech tanaga o'qimang. Qarang, qanday chiroyli qo'qib turibdi deb gapiravering. Eshitdingmi? Aha, qo'qib turibdi, chiroyli qo'qib turibdi. Bu ham kimdir nima qilgan? Mehnat qilgan, shuncha qo'qitishga harakat qilgan-ku. Ana shu "Voy, barakat topsin" deb qo'ying. Kim qo'qitdi deb yotmang. Eshitdingmi? Ana shunda tana ishlaydi. Ha? Voy. Alloh taolo aytganki, sayohat qilinglar, ko'ringlar dunyoni. Shunda shu qayergadir chiqdingiz, fikringiz o'zgarib qaytadi. Ko'rasiz, siz buni ko'rasiz, buni ko'rasiz, buni ko'rasiz, ko'rgan sayin o'zgarasiz. Mana masalan, sizlar shu yerda o'tiribsizlarmi? Har bitta odam tuzalayotgan odamlar ko'p, yaxshi bo'lib qolayotganlar ko'p. Ana shularni ko'rganingiz sayin, ha, shunday qilsak bo'lar ekanda. Buni bunday qilsam bo'lar ekanda. Borgani sayin kallangiz dunyoqarash o'zgarib ketib qoladi. Ana endi oldingi odamdan asar ham qolmaydi sizda. Shuning uchun har doim nima qilishimiz kerak? Yangi uchrashishimiz uchrashishimiz kerak, ko'rishishimiz kerak. Faqat yaxshi odamlarga uchrashishga harakat qilish kerak. Sekin-sekin sog'lom bo'laverasiz. Qarang, mana hozir ikki xil reaksiya berdi. Hozir xolam degan paytda tana shunday yopildi. Biz sizlarga bermaymiz hech qayerga, yog'imizni tashlab ketmaymiz dedi. Ha, ana endi "Wow, zo'r" degan paytda tana ochiladi yana. O, demak biz nima qilishimiz kerak? Ozamiz. Qarang, odamlar aytadiki, parhez juda qiyin-ku degan paytda tana yana yopiladi. Yana parhezdan qo'y, yana parhez qilaman, yana non yemaymanmi? Yana yopilasiz hozir. Agar aytsangiz, "Wow, mazza qilib ovqat yerkanman, sog'lom ovqatlanaman endi. Nima qilaman? Borgan sayin ozaman, yengil bo'laman." Tana keyin ochiladi sizga. Qarang, har bitta gapga nisbatan reaksiyani sog'lab chiqishingiz kerak. Ha? O'sha gapni nima deb qabul qilsangiz, Alloh taolo shu tomon qilib beradi. Hali aytdimki, yeyotgan ovqatingiz qayerga qarab ketadi. Siz agarda har gal siqilsangiz, yaxshi yo'l yopilib, yomon yo'lga oqib ketaveradi ovqatingiz. Keyin bir umr yurasiz. Nimaga men tuzalmayman, nimaga yaxshi bo'lmayman? Aslan hammasi o'zingizda bo'lib ketadi. Ha. Men Romandan keldim, xabaringiz Ha. bor. Oxirgi kunimiz ketyapti. Zo'r. Qancha vaqtlar 10-yanvardan buyon boyaga oshib qilib kelaturdim, to'g'ri Ha. ovqatlanishga. Keyin boya qildim. Bitta joyda xato qilyapman-da, xullas kalom, nimadir qilyapman, o'shani anasini topolmayapti, yo'lini topolmayapti. Nima qilyapti? Nima qilyapsiz? Oyog'im og'rib qolmayapti-da. Endi nechinchi kursga keldingiz hozir masalan? Birinchi kurs. Ha, yo bo'ldi. Keyin birinchi kursda kelib, xullas kalom, mana yaxshi niyat bilan Allohdan chin ko'ngildan istab ana qildik, sizni qabulingizga kelib qoldik. Mana bu hafta ketishimiz kerak. Yana Xudodan, Yana sizni sizlarga ko'rib qoldik. Ha, Allohdan. Kayfiyatim yaxshi. Yengilladimi bu? Yengillashdi, yaxshi. Aha. Oyoqlarimda mana akiblar ketdi, hamma ishlarim bor edi. Kilogramm men doktor bitta narsa e'tirozmi taklif. Ha. Ana Fransuzxonaga ham aytdim, "Qizlarjon, endi bitta narsa, men bo'yim pastda endi ancha vaqtlar bo'lgan. O'shani shunday olib kelsalaring, shu bo'yimizga qarab kilogrammni aytinglar, shuncha bo'ladi" deb. Ha. Tarozini buni olib kelib, ha. Bo'ldi. O'shani ana qilsalaring, keyin o'shanga qarab. Ha, mana, yigitlar bo'ldi. Aytamiz deb. Bo'ldi. Alhamdulillah, hammasi yaxshi. Boya aytgandek parhezga, non yemaslikka ham hamma narsa ko'nikdik sharoitlariga gap yo'q. Hammasi ishlaringizga ham gap. Ha, Alloh xayr qilsin. Alloh xayr qilsin. Katta rahmat. Ochlik deyman, xola shuni. Ovqat yeyishding. Ochlik deyman, bu qiynaladi. Ha. Yeyapsiz-ku? Ha, shu to'g'ri qildi. Ha. Biz sizlarga nima tabiiy narsa bo'lsa yeng deb aytganmiz. Bir ikkitasini cheklamasak. Yoki bo'lmasa nima suy ovqat bo'lsa yeng deb aytamiz. Misol, ular shuni bilan sog'lom bo'lasiz. Chunki negaki biz och qo'ymasligimizga sabab odamlar qiynalib qoladi. Bo'lmasam biz ham o'ylab chiqqanmiz, nima och qilsa ekan, qanday qilsa ekan. Och qolsam o'zi ba'zi bitta odamni och qolamiz, lekin shunda ham ovqat beramiz ularga. Yeyvering deymiz. Mana bunaqa narsa yeng, mana bunday narsa yemay turing. Bo'ldi, mazza qil tana. Chunki tanani qiynamang yana. Hali och qoldiraman seni bugundan boshlab Shermetga borasan desangiz, "Hop, shoshma" deydi, "Qayoqqa boryapsan" deydi, "Och borga" deydi. Agar siz aytsangiz, "Yeymiz borib,
yaxshilab yeymiz, sog'lom ovqatlarga o'rganib kelamiz desangiz, tana ijobiy qabul qiladi buni. Undan keyin ishlaydi. Ketadi. Faqatgina siz sal bunaqa mashq qilishingiz kerak, erta bilan turib, bunaqa mashq qilishingiz kerak. Mana shu beldan qisib turgan joy bor hozir. Ya'ni belingizdan qisib turgan joy ham bunaqa qilganda ochilib ketadi. Oyog'im anaqa qilyapti, shu og'riq borda doktor. Ha, ketadi. Yuryapman boya aytgandek, keyin to'rt nafas olish gimnastikasini ham qilyapman. Ha? Har kun 4 ming qadam ertalabda yuryapman. Endi boya aytgandek, boya oyoq gimnastikasi. Qarang, endi shu 4000 qadam yursangiz, men ham 4000 qadam yursam, kim sog'lom bo'ladi? Nima qiladi? Men 4000 qadam yursam, siz 4000 qadam yursangiz, kim sog'lom bo'ladi? Ha, siz soppa-sog'sizda yoshingizga nisbatan. Aytayotgan gaplaringizni, videolaringizni yana ham. Ochsak faqat siz Alloh xayr qilsin. Masajxonaga kirsak ham sizni qo'yib qo'yamiz, kiysak ham sizni qo'yamiz. Qarang, siz tuzalyapsiz, xolajon. Ketyapti, faqat eski narsalar bor, chiqarishga ulgurmaydi tana. Hozir biz qattiqroq chiqaramiz desa, tana qiynalib qoladi. Shuning uchun sekin-sekin chiqaramiz, sekin-sekin. Yoshi kattada, chunki yoshi katta bo'lsa, uzoq payt yig'ilgan bo'lsa qiynash kerak emas. Bo'lmasam hozir davleniya tashlayveradi yoki yurak tashlayveradi, keyin biz qiynalib qolamiz. Shuning uchun sekin-sekin ketyapti. Biz bo'g'imida og'rig'i bor odamlar 4 kurs aytamiz, 4 kurs. Bu degani 4 oy degani. 4 oy yoki 6 oy aytamiz. Nimagaki suyak 4-6 oyda o'zgaradi keyin. Bu suyak singib ketgan narsa, suyak ichidan chiqarish oson emas hozir bizga. Shuning uchun ozgina. Keyin sabr. Ha? Sizdan boya qishayib ketgan oyoqlar ko'rsatib Ha. Sekin o'z joyiga tushadi. Keladi. Endi amakim qayerda? Amakim qayerda deysiz? Amakimni gaplashaman. Xo'jayin shu oyoqdan bo'lsa bo'ladimi deb gaplashaman. Bizda bunaqada hozir sizda agarda ertangi kun shuni men to'g'rilashga kuch kerakda bunga. Kuch kerak paytga agar amakim aytsaki, men seni mana shu oyog'ingni to'g'ri bossang, yana bunday joyga olib boraman desa to'g'irlang. Ya'ni o'zi ko'p qiynalib ketmang bunga. Ya'ni salgina shu oyog'imni yashasa bo'ladimi, mazza qilib yashayvering. Buni kamchilik qilib ko'rmang hech qachon. Bu degani tana qiynalib qolmasin. To'g'rilasangiz to'g'rilib ketavering. Mana shu oyoqlar to'g'ri masxana, to'g'ri ushlasangiz gavdangiz to'g'ri ketaverasiz. Faqat ba'zi bitta holatlarda ba'zi bir odamlar 1 oy 2 oydan keyin qani to'g'ri bo'lmasa siqilib qoladi-da. O'shaning uchun aytayapmanki, shu odamlar sizga hech qarshilik qilmayapti, turaversin. Lekin sekin-sekin to'g'rilashga harakat qiling. Hali aytayotgan 6 oy, 1 yilda to'g'ri boshladan keyin. Chunki yillab ketganda bu, yillab ketib qolgan bu. Keyin yana bitta narsa, mana masajlarni boshqa qilasiz, kelib kelasiz, telefonga kirasiz. Keyin boya peshni o'qishingiz kerak, tahorat svet o'chib qolishi mumkin, o'chmay qolishi. Shuni tahorat qilayotgan muzey suvga tahorat qilib, sirraz mana tishimda koronka deydimi, koronka ichidagi anaqalar lo'qillatmani beryapti. Shu darajada 77 tomirimiz deydimi? Ha. Hammasi qilyapti. Men shu narsaga qilaman. Ham berdim, doktor. Butun a'zoy badani hammasi ochilib ketgandan keyin oddiy muzey suvga уже sirraz ana beryapti. Qarang, oldin sizlarning retseptorlaringiz uxlab yotgan bo'ladi. Ya'ni uxlab yotganda hech narsani sezmaydi. Nima bo'layapti, qayer buzilib ketgan, qayer nima, yaqday issiq suv bilmaydi. Biz keyin uni ochib chiqamiz, hamma joyda ochamiz hozir, hamma joyda ishlatib chiqamiz. Endi bitta ovqatni buzsangiz, shuni ustidan urganga o'xshaydi, tepganga o'xshaydi. Birdan buzilib ketib qolaveradi. O'shani his qilishlaringiz kerak, chunki biz tanani ochib tashladik hozir. Tanani yoshartiryapmiz, yangilayapmiz, qaytadan tiklab chiqyapmiz uni. O'shaning uchun bildiradi endi. Keyin yana bitta narsa, doktorga yana gapim ko'payib ketdi. O'zi tam bilmasdim. Ha. Tam bilmasdim, hid bilmasdim. Eshit qobiliyatim past. Mana hozir 2 kun bo'ldi shunday. Rayhonlarni hidlardan shunaqangi mazza qilyapman, rayhonni hidlab. Ana. Hidni bildim. Ana qarang. Hidni bildim, tamni bildim. Endi salgina eshit onamda anaqa bor. O'zgaryaptimi? O'zgardimi? Ha. Eshit qobiliyatini eshitaman, mazza eshitaman, ba'zi paytlarda tushunmay qolishi mumkin. Qarang. Xo'jayinni uzoqdan hidlang. Xo'jayin, bildim dedi. Kelishdi. Shoshmay turing, shoshmang. Yo'q, shoshmang. Shunda odam mazza qilib yashaydi. Kelishdi, chunki har kuni xo'jayinni ko'radi-ku odam. Shundan siqilsangiz bo'lmaydi. Bitta odamning nimadir mazza qiladigan joyi bo'lishi kerak. Nimadir ruhiyat olib turishingiz kerak. Odamlar eri xotin bir-birini ko'rganda bo'lib qolganda, shunchalik sabr qilgan ekansiz, rahmat deng. Kelishdi? Nega? O'zgartiring tanani. Yoki bo'lmasa biron bitta narsa toping, o'zingizga energiya beradigan narsa. Haligi wow deb yashaydigan narsa. Ana shunda energiya faqat siz. Voy, bo'ldi. Bo'lmasam har doim meni qo'l ko'tarib qo'yaman, xola, bunday qilib qo'yaman. Gap ochsangiz, telefon qilsangiz, Shermatni ko'rdingmi deydi. Shermat jonli qilib, Shermat bugun bu haqda gapirdi.
shunday oxiri aytdi o'sha shermatga bormasak bo'lmaydi dedi. yashang, ochilib ketasiz opa, ochilasiz, ko'rdingizmi? Xuddi shunaqa. Hali odamlarga aytamanki, sir bo'lmasa yoshingiz nechida? 66. Qarang, 66 dan tiklasa bo'ladi buni. Ya'ni 20 yoshdan bugunda 20 yosh, 20 yosh. Ha, 20 yoshdan. 66 da tiklanyaptimi, bu yog'i ham tiklanadi. Ya'ni super tiklanadi. Bu ham joylashadi. Faqatgina siz haliga ko'nglingiz tushmasin deb tushuntirdim, qanaqa jarayonda. Lekin ishonib to'liq tiklasangiz bo'ladi. 80 yoshda ham, 90 yoshda ham tiklasa bo'ladi. Faqat odam o'zida. Siz har doim ko'nglingiz tushib qolgan paytda, voy men ham tuzalar ekanmanmi deb o'ylagan paytda o'zingizga aniq bitta natijani topib oling. Men mana burnim hid sezdi-ku, tam bilmasdi tilim, tam bildi-ku, quloqim eshitdi-ku, demak men yosharayotgan ekanman deng. Ana bu tanangiz uchun ishonch bo'ladi. Alhamdulillah shunaqa o'zgardim deysizda, bu ham zo'rib ketadi deysiz keyin. Ya'ni birinchi olgan narsangizni aytasiz, 3 ta 4 tasini, unga shukr qilasiz. Izidan kerakli joyingizni aytasiz keyin. Yana mana bu ham shunday bo'lsin. Ana ochilib ketadi tana. Ha, shu duo degani shu. Siz qo'lingizni ko'tarib bunday qilib yotish shart emas. Shu ham duo bo'ladi. Doimiy ravishda shukr qiladigan 3 ta 4 tani aytasiz, keyin nima xohlayotganingizni aytasiz. Shuni tana ishlab ketib qoladi. Ishlab ketadi. Xudo xohlasa alhamdulillah. Biz mana bugun kelganimizga bu 9-kun ketyapmiz xudo xohlasa. Birinchi kuni bitta maslahat ketdi. Ikkalamiz orqasida. Birinchi kursda kelganmiz. Men ham yil bilan oyoq og'ridan keldim. Aha. Kilo oldim, bir yiqildim, bir apayarim mo'zal nator qahroq chiqib. Belim bir uzildi, bir narsa shu belim og'riydi oyog'im bilan. Hozir turibdimi? Turibdi. Og'riydi, uzilib orasi ochilib qolgan o'xshaydi. Ha. Belga poyez kiylaman. Oldimda birinchi joyimizda aytdim, qabulda. Endi keldik, xudoga shukr, massaj oldim. 10 ta massaj oldik, to'g'ri. Yopilmadimi hali? Hali bor. Ha, qarang, bel sekin ketadi. Beldiki, suyakdiki, bo'g'imdiki sekin ketadi. Chunki 3-4 kun o'tadi ular. Chunki qattiq narsa bo'lgani uchun. Pay, lat yegan paylar 2-3 oy ketadi. Ana shunaqa muddat, har bitta organning muddati bor. Endi bu joylar yumshoqda, bo'rinlar, mana bular yumshoq. Bir 7-11 kunda tiklanib qoladi ba'zida. Ba'zida 1 oygacha tiklanib qoladi. Shuning uchun tiklanib ketib qolgan. Bu xolamni burni shunday qisib turgan joy bo'lgan. Shu burni shunday ochilib ketib qolgan. Sizga ham ochilib ketadi. To'g'rilasa bu faqatgina ves xalaqit berasizda. Ozishimiz kerak yana biroz. Ozganingiz sayin ochilib ketib qoladi. Yana savol. Shu yil bilan oyoq keyin vayas etganda tez xafa bo'lib qolish odatim borda. Turmushga chiqqan yilim otam qaza qilib qoldi 50 yoshda. Shu menda tushkun kayfiyat ko'p bo'lib qolganda. Turmushga chiqqanimga 40 yildan beri tushkun kayfiyat ko'p yuradi. Sal xafa bo'lib qolaman, keyin kechirish qiyinroq menda. Ha. Turmush o'rtog'imizdan ko'rishni qadam o'tyapman. Qarang. Qarang bunday opa, bunday. Xo'sh, hayot har doim kelish va ketishdan iboratligini tushunish kerak. Birinchisi, eng oddiy yo'l ana shunday qilsangiz bo'ldi. Ana shunday qiling, shunday qiling, shunday bo'ldi. Ana shunday shunday qiling, qiling. Qarang bundaylar. Yo'q. Shuni bugun jinnicha ayol yoqib keting shu yerdan. Kelishdiga. Shu yerda chiqquncha shu jinnichani yoq. Ikkinchi guruh nogiron er bor kasallik. Shoshmay turing, shoshmang. Siz jiddiy bo'lsangiz ham shu er bilan yashaysiz, jiddiy bo'lmasangiz ham yashaysiz baribir. Lekin siz qiynalib ketasiz hozir. Nima qilishingiz kerak? Shu yoqib olishingiz kerak, yashashingiz kerak. Endi hozir siz uni osonroq qabul qilsangiz, oson yashaysiz. Siz oson yashaysiz. Agarda siz buni qiyin qabul qilsangiz, siz qiynalasiz. Hech kim sizga yengillik qilib bermaydi hozir. Beldagi narsa og'irlikning asl psixologik sababi ayollar oilada oilaning og'irligini, erkakning ishini oladi, oilaga javob berib boshlaydi, undan keyin bel og'riydi. Ha. Ana shu narsa turibdi sizda. Ya'ni bu degani siz hozir butun bir erkakning ishini bo'yningizga olgansiz hozir. Kimgadir yuklang buni. Kimga bor, men ayolman deb ayting. Bu mening ishim emas. Qilinglar deb ayting. Ana agar o'g'lingiz bo'lsa, o'g'ilga yoki bo'lmasa kimgadir yuklashingiz kerak buni. Yo'q, bekor. Shoshmang opa, shoshmang. Hozir niyatga qarang, niyatga qarang. Qaraysiz, ha. Haliga menga zo'r berib ishontiradi. Olmaydi. Ayollar shunaqada. Bitta opa bor edi. Psoriaz bilan keldi, hammaga kepakka o'xshab unaqa qilib yotdi oyoqlari, keyingisi o't qopada toshi bor, asabiy, nervinniy. Keyin shunday keldida, doktor bilasizmi? Men aniq bilaman dedi. Nimani bilasiz? Hozir xo'jayin, qayinnam o'tiribdi uyda. Shunday borsam, ajab bo'pti, yiqilib keldingmi sen deb aytadi dedi. Men qaytib bilasiz buni? Siz ko'ryapsizmi? Yo'q, men aniq bilaman shunaqa deyishni dedi. Voy, unaqa emas u. Uni yo'q, qayinnam o'zi shunaqa dedi. Opa, shoshmay turing dedim. Keyin boshqacha o'ylaylik.
shunday o'zgartirish fikrda. Qarang, men hozir qancha boshida gapirdim, nima dedim? To'g'ri niyat qiling, to'g'ri niyat qiling. Opa yana o'zinikini qaytarib oldi hozir. Xuddi shunaqa degandan keyin opam bilan ishladi, rosa ko'p ishlaydi. To'g'ri aytsam, men u payt vaqtim bemaloldi, soatlab vaqtim bo'lardi. Haligi opamni o'tiradi, bir boshdan boshlardik. Bunaqa deng, endi bunaqa deng, shoshmang, bunisi bunaqa deng degandan keyin 1 yil o'tdi. Qaynasini umraga bordi, qaynasini o'pib quchoqlaydigan bo'ldi. Qayni ham tuppa-tuzuk ekan, o'zi ham tuppa-tuzuk ekan, xo'jayin ham yaxshi ekan, hammasi o'zgarib ketdi. O'tidagi toshi ham ketdi, pisariyazi ham ketib qoldi. Qani butun narsa o'zgarib ketdi. Siz o'sha o'zgarishni xohlashingiz kerak faqat. Hozir siz xohlamayapsingiz shuni. Siz aytdingizki, men shunday o'zgarasiz dedim. Yo'q, bekor gap. Men uni xohlamayman deb gapirdingiz hozir. Ya'ni niyatingiz boshqacha lekin. Meni belim yaxshi bo'lib ketib qolsa, xo'jayin yoki bo'lsa boshqa. Siz aytishingiz kerakki, zo'r oladi deb aytishingiz kerak. Bu duo bo'ladi. Hozir siz duoni teskari qildingiz shuni. Hech kim meni olmasin, men o'zim nima qilaman? Hamma og'irlikni ko'taraman. O'zim qilib yurishim kerak. Shunaqa deb gapirdingiz. Endi aytishingiz kerak, yo'q, ular qila oladi, ular o'g'il bola. Bobur adashmasam 13 yoshida prezident bo'lgan, podshoh bo'lgan. Butun davlatni boshqargan sizga ham bordir 13 yoshdan kattasi. Bor. Faqat siz unga nima qilishingiz kerak? Ishonish kerak. Bobur Mirzoni Bobur qilgan o'zi aslida onasi bo'ladi. O'g'lim qila olasiz. O'g'lim siz kattasiz deb turib surgan orqasidan. Bizda bo'lsa 18 ga kirgan bo'lsa ham bolam sen qila olmaysan, hali yoshsan, hali nima shunday demangizlar. Eshitdi? Yosh, mana masalan yoshlikda masalan biz harakat qilamiz. Men masalan adashmasam 4 yoshli, 5 yoshli o'g'lim bor. O'zi bilmaydi ham ana u biladi. Yana 3 yoshli o'g'lim bor. Pulni bersangiz ketaveradi do'konga. Bor, bir narsa olib kel deyman, ketadi. Yosh bola demang uni, katta odamday qarang. Undan keyin u yosh bola akasiga o'zi biladi. Nima desangiz olib keladi. 5 yoshda, 6 yoshda boradi, olib kelaveradi. Do'kondan olib keladi narsa. Hech anavi yo'q, tortinish yo'q unda. Nega shunaqa qilib qo'yingan? Uni shunday tarbiyalashingiz kerak siz hozirda. Yosh bolani hozirdan sen yosh bola deb aytmang. Katta odamday qiling. Agar yosh bola deb aytsangiz 18 yoshda ham yosh bola bo'ladi hozir. 20 yoshda orqasidan chopib yurgan bo'lasiz. O'g'lim bunaqa, o'g'lim bunaqa, o'g'lim bunaqa. Ishoning, onalar juda chatoq tarbiyalaydi bolalarni. Ha, hozir bitta mening o'rtog'im bor. To'g'risi mendan katta odam. Demak 40 dan oshib ketib qolgan. Shu ota yoshligida o'tib ketib qolgan, ona tarbiyasida qolgan. Ota yo'q, ona shunday tarbiyalaganki uni, haligi yigitda umuman mas'uliyat yo'qda. Onam edi, mana bu ayolim edi, bolalarim edi degan gap yo'q. Faqat bola ko'paytirish niyati bor, boshqa yo'q hech narsa. Eshitdi? Bola bor, xotinni boqay degan gap yo'q. Onani boqay degan gap yo'q. Ona qarib boryapti, 70 ga boryapti. Ona chopib yuribdi, uy qurishim kerak, buni qilishim, ana bolachi. Yarata bo'ladi-da hali. Oy, bunday tarbiyalamang bolalarni. Ona mehribon, ota qattiq. Otaning tarbiyasi kerak doim bolaga. Ota bolaga rahm qilmaydi, ona bolaga rahm qiladi. Shuni ko'rdimda rahmdillikda. Bu rahmdillik kelajakda farzandingizga noto'g'ri yo'lga olib kelsa, u rahmdillik sizga zarar beradi hozir. Rahmdillik qilishingiz kerak emas. Shuning uchun vaqtida urishish kerak, vaqtida yumshoq gapirishingiz kerak. Ikkalasi ham kerak bola uchun. Shuning uchun otaning tarbiyasi kerakmi? Ota rolida kimnidir qo'ying, tog'ani qo'ying, yoki o'zi amakini qo'ying, yoki dadani qo'yish kerak. Dadani aytayotgan paytda aralashish kerak emas, chunki u qattiq qilish kerak. Ana shunaqa narsalar bor. Shuning uchun hozir siz qo'ying, qattiq. Yana savol. O'tdagi tosh tushadimi yo'qmi? Pifting. Pifting. Bo'ldi, tushadi opa, ketadi. Qarang, razmeriga Qilgan to'g'rimi, noto'g'rimi? qildiring opa, bo'ladi. Qildirsangiz bo'ladi. Keyin 15 yildan keyin sahar chiqarib davolaymiz, keyin davlinani davolaymiz, keyin insulin infarkt davolaymiz. Ha, yo'q. Bo'lmasa ham tushadi. Men oldirmaganman, siz Yo'q. oldirgan. Kim bo'lsa ham-da. 15 yildan keyin degani mana bu yerga signal joy bo'ladi. Uzib qo'yasiz bu signalni. O't qopini olib qo'yganingizdan keyin umumiy o't yo'li tiqilib qoladi keyin. Umumiy o't yo'li tiqilsa, bu yerda oshqozonsiz bez tiqiladi. Bu tomon sahar beradi, bu davleniya beradi. Endi o'sha oldirib qo'ydik, endi davolab qo'yish kerak. Kerak qorindan bo'lish kerak, jigar yog' bo'lish kerak, uni davolab qo'ysa bo'ldi. Lekin bo'lar bo'lsa bo'ldi endi. Unga nima qilish kerak? Lekin oldirmagan bo'lsa shoshish kerakmiz. U odam tosh tursa turaveradi, lekin zo'r qilib davolasa bo'ladi. Hozir bizda nechta odamlar tosh yeryapti. Erimaganlar ham bor. Lekin erigan. Erimaydigan odamga 1 yil yetib ketib qoladi. Yeriydi 3 oyda mana hozir 22 mm bo'lgan tosh 10 mm bo'lib qoldi. Teng yarim erib ketib qoldi. Shunaqa eriydi. Vaqt kerak. Albatta. Mana daraxtga, mana daraxtga meva berish uchun vaqt kerak-ku. Aniq-ku bu. 9 oyda bola necha oyda tug'iladi xola? Necha oyda? 3 oyda tug'ilsa bo'ladimi? Hech qachon ayollarga aytsangizki, 3 oyda homilani tug'ib ber desangiz, kallang joyidami o'zi deydi. Bu bola bo'ladimi hozir deydi.
6 oyda ham xuddi shuni, 8 oyda ham shunday, 7 oyda so'rasangiz ham shoshmay tur deydi. 9 oydan keyin bola shakllanadi bola bo'lib. Qarang, har bitta narsa o'z vaqti bor. Quyoshning chiqish vaqti bor, botish vaqti bor. Quyoshda oymi, yermi, hamma narsaning vaqti bor. Shoshmang hech narsaga. Kelishdingmi? Hamma narsa tug'iladi, hamma narsa bo'ladi. Bari ko'zim ko'p oyog'imda. Bo'ldi, ketadi. Gaplashib qo'ydim. Mana belingizda bitta qotish bor-da, opa, bu yerda bitta qotyapti. Shu qotgancha ushlayapti buni. Mana shu jigarning yog'ini oling. Siz aytdingiz 30 kun olish kerak. Buni jigarning yog'ini olib, belingizda buni qotayotgan joyda oling, o'sha kamayib boshlaydi bu. Ozroq vaqt kerak. doktorjon qancha vazn anaqa qilasiz tavsiya berasiz? Bo'yingizni o'lchang, vesingizni o'lchang bo'ldi, aniq bo'ladi. Masalan, bo'yingiz 1.60 bo'ladigan bo'lsa, vesingiz ham 60 kilo qolishi kerak. Bo'ldi. Kam bo'lsa ham bo'laveradi. Ha, yo'q. 82 78 mi? Bo'ldi. Bir 15-20 kilo olishingiz kerak.